Va nada Nuhun ibnahu va kana fi ma'zalin ya bunay irkab ma'na va la takun ma'al kafirin. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin, u kofirlar bilan birga bo'lmagan. Nuh alayhisalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi akaxonimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizning problemamizni hal qilib beradigan ukaxonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyan yo'qlarda ishi nima bo'ladi-da? Ular ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhisalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala baynahumal mawj fakana minal mughraqin. Nuh alayhisalomning qalbi Allohga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi.